O'zbekiston Jahon chempionati 2026 imkoniyatlari qanday? Sobiq Spartak darvozaboni Anzor Kavazashvili O'zbekiston terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatida kutilmagan natijalar ko'rsatishi mumkinligiga ishonch bildirdi. O'zbekiston terma jamoasi o'z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichiga yo'l oldi. Kavazashvilining fikriga ko'ra, jamoa musobaqaga maksimal darajada tayyorlanmoqda. Sobiq darvozabon O'zbekiston Futbol Federatsiyasining bir necha yil davomida milliy jamoaning yangi modelini yaratishga intilib kelganini, bu jarayonda yosh futbolchilarga asosiy e'tibor qaratilishini va ularning rivoji xalqaro o'yinlar orqali yo'lga qo'yilganini ta'kidladi. Ehtimol ular kutilmagan natijalar ko'rsatishi mumkin. O'zbekiston terma jamoasi tayyorgarlikni juda jiddiy olib borgan. Hatto bizning jamoamiz ularning maydonda o'ynaganida ham ular yosh futbolchilar bilan maydonga tushgan. Ular o'zlarini juda yaxshi ko'rsatishdi, dedi Kavazashvili Match TVga bergan intervyusida. Jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya, Kolumbiya va hali aniqlanmagan yana bir raqib bilan bir guruhda o'ynaydi.